bunday chiroyli narx bo'lsin, savdolashgan zo'r, ana chindan arzon narx bo'lsin. Ko'ryapsizmi, tushib ketyapti mana. Pakalina gazlarini ko'rdim. gaz. Motorlariga javob beramiz. Motorlari, xatoylari yaxshi, zo'r. Nechi pul? Oxiri beriladigan tochkasi. 7000 deyapsiz, sal 7000 ga ketmasligini o'zingiz bilasiz. 5000 bersam bo'ladi. Beriladigan tochkasi bir-birimizni qiynamaydi. 6800. 6800. 6800 emas, 5500 naqd pul olasiz. O'zim sanab beraman. To'g'ri. Mana klientlar ham ko'payib ketdi mana. Xudo xolasa olishadimi? 6500. 6,5. Bo'lishi. 6,5 ga olmayman. 6,5 ga qo'ysam ketishi mumkin. Bozorda 6,5. Bozorda. Men arzon bo'lsa qo'yaman. 6700. 5700 bersam bo'ladimi? Yo'q. Qancha qo'shay? Oxiri taqilgan joy 6200 aka. 6200 kami yo'q. Yo'q. Savdolashganda foydasi yo'q. Ha? 6200. Bo'ldi, bunday qilamiz. 6200 ga berdingiz, ketadi shu narx. Endi hammadan arzon qo'yaylik. 5900 qo'yaman, bor aka. 6300 dollar qoldi aramiz. Bering, shu kanalimizga zo'r narx bo'lsin. Bunday chiroyli narx bo'lsin, savdolashgan zo'r, ana chindan arzon narx bo'lsin. Ko'ryapsizmi, tushib ketyapti mana. Men tushunmaydi, shuncha chiqdi. Bo'ldimi 5900 bor. Oling. Barakam? Barak. 5900 bo'ldi narxi. Kiringlar, kapotda kraskasi bor ekan. Eshigini mana shu yerda kraskasi bor ekan. O'zi bilinib turibdi kraskasi. 4-pakalina gazlari bor ekan. Probegi qancha edi? 2 krugdan o'tgan. 2 krugdan o'tgan ekan. Balonlari yaxshi holatda. Holati unaqa zo'r ham emas, yomon ham emas, o'rtacha holatda. Narxiga 100% stoyishlik bo'ldi. 5900 bo'ldi. Gazini bosaverasizlar. Pastda egalarini raqamlari bilan qo'yib beramiz.